Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar, hurmatli opa-singillar. Bugun men sizlar bilan yana bir bor onlayn uchrashib turganimdan mamnunman. Bugun men sizlarga bir hayotiy voqea xususida hikoya qilib bermoqchiman. Hikoyamizni to'y yaqinidagi noxush xabar deb nomladim. Abror bilan Madina ota-onalarining takliflari bilan uchrashuvga chiqdilar va ular bir-birlariga ma'qul bo'ldilar. Ikkala tomon xudolar avval bir-birlarini yaxshilab surishtirdilar va to'yga rozilik berdilar. Yaxshi tashvishlar, yaxshi yumushlar boshlandi. Shirin xayollar. 2 yosh 2 viloyatdan bo'lganligi uchun o'z tomonlaridagi tibbiy ko'rikdan o'tishga qaror qildilar. Oylar o'tib, to'yga ham sanoqli kunlar qoldi. Hamma narsa tayyor edi. Bir kuni bexosdan Abrorning telefoni jiringlab qoldi. Alo, Abrorjonmi? Xo'p, eshitaman. Bir shifoxonamizga kelib ketasizmi? Dedi kimdir. Nega? Tinchlikmi? Deb taajjublanib so'radi Abror va tezda aytilgan manzilga yetib bordi. O'tiring. G'amgin ohangda joy ko'rsatdi shifokor. Sizga nima desam, Abrorjon? Qon tahlilingiz yaxshi chiqmadi. Xijolat bilan gap boshladi shifokor. Qoningiz tarkibida spid alomatlari aniqlandi. Bunday holatda biz sizga to'y qilishga ruxsat bera olmaymiz, dedi shifokor. Men tahlilga ishonmayman. Bunday bo'lishi mumkin emas. Axir meni shu kungacha hech narsa bezovta qilmagan, deb qizishdi Abror. O'g'lim, dedi bosiqlik bilan shifokor. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Faqat siz xavotirlanmang. Tezroq davolanishni boshlang. To'y nima bo'ladi? Madinaga nima deyman? Ota-onamning holati-chi? Qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar. Boshi qotdi Abrorning. Kelinni olib keling, o'zimiz hammasini tushuntiramiz. Abror shifoxonadan qanday chiqib ketganligini bilmay ham qoldi. U bunday noxush xabarni ota-onaga aytishga majbur edi. Bu xabar hammaga aytiladigan xabar emas edi. Bu xabardan ota-ona hayratda qoldi. Nima qilish kerak? Endi buyog'i nima bo'ladi? Xulosa bo'lajak kelinga bog'liq edi. Negadir onaning ko'ngli xotirjam. O'g'lim, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushkunlikka tushmagin, deb dalda berdi ona. Madina bilan Abror shifokor huzuriga borishdi. Hamma gapdan xabar topgan Madina o'ylab o'tirmay bu to'yga rozilik bildirdi. Qizim, o'ylab ko'ring, dedi shifokor yana bir bor. Yo'q, qarorim qat'iy. Men bu kishini bu holatga tashlab keta olmayman. Bu yog'i peshonamdan, dedi. To'y chiroyli tarzda o'tdi. Hamma xursand, o'yin kulgi, xursandchilik. Faqat 4 kishi xavotirda edi. Oylar o'tib, kelin homilador bo'ldi. U homiladorligini oyijoniga bildirdi. Oyijon, homiladorman. Qaynona hayratda. Endi nima bo'ladi? Bola qanday rivojlanadi? Xavotirlandi ona. Kelinjon, tez shifokor ko'rigidan o'ting, deb uni shifokorga jo'natdi.
Shifokor ko'rigidan o'tib kelgan kelin yaxshi kayfiyatda, oyijon, hammasi joyida ekan. Nahotki yaxshilab so'radingizmi? So'radim, faqat qonim biroz kamayib ketibdi. Unda yaxshi ovqatlanib, o'zingizni ehtiyot qiling, dedi qaynona biroz yengil tortib. Kechga yaqin uyiga qaytgan Abror bu xush xabarni eshitib quloqlariga ishonmadi. U ertalab turib Toshkentga jo'nadi. Spid markaziga. Markazga borib qon topshirib, qonini yana bir bor tekshirishdan o'tkardi. Tahlil natijalari toza chiqdi. Xursand bo'lib uyiga qaytgan Abror uydagilarni yana bir shodlantirdi. Bu Allohning mo'jizasi edi go'yo. Er-xotin bir-birlariga yanada mehr bilan bog'landilar. Hozirda ularning bir-biridan shirin va sog'lom 2 o'g'il va 2 qiz farzandlari bor. Bularning baxtiga hamma havas qiladi. Shifokorlar adashishlari mumkin emas. Qadrli tinglovchilar, hikoyamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat.